Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021-yili 4-oyning 30 kuni oldi bilan hammanglarniki Ramazon oyiga yana bir qatim muborak bo'lsin. Hozir tangdan tuni o'tkazib oldinglar. Bu izchil ro'za tutib kelgan qarindoshlarga muborak bo'lsin. Alloh tutgan ro'zanglarni qabul qilsin. Qilgan duolaringni qabul qilsin. Bugun sizlarga ozroqcha uchur yetkazib qo'yay deb chiqishim. Bu haftadagi cho'ngroq bir xabar 2 kunning oldida 4-oyning 28 kuni payshanba kuni yo'q chorshanba kuni Amerikaniki kongressida bir yig'ilish bo'ldi. Uni Joint Session of Congress deydi. Mushkil Cumhuriyetçi va Demokratchi partiyalardan tarkib topgan a'zolarning hammasi jam bo'lgan bir yig'in. Buningda Biden so'z qildi. Bu bir Amerikaniki bir odatiy bu mustaqillikdan patpat qilib turdi bular. So'z qildi. Bu qatimki bu yig'inniki bir alaylligi Biden Uyg'urlarni yoki Sharq Turkistonni qat'iy tilga olmadi bu qatim. Tilga olmadi, uniki degan bir gapi. Men Xi Jinping bilan ko'rishdim. Biz yaqin do'st deb turib gapirdi bu kishi. Xi Jinping endi Bidenga deb demiş. 21-asr biznikidek sotsializm tüzümü devir sürdüğün bir devir. 21-asrda demokratiya tüzümü sotsializm tüzümüge yenirildi. Biz pişenmeydi. Bu devir, bu 20-asrda biz sotsializmciler yenimiz dep şu anda yaptı. Endi demek çoğunu bizdek diktatörçüler yenimiz, sizlerdek demokratçılar yenilsizler diyen gap. Müşün qarta Biden'ınki degan gibi ben onun bilan qo'l tutuştum. Qani raqobatlashib baqayli. Bir-birimizga ziddiyatlaşmagan, to'qnashmagan asosda raqobatlashib baqayli dedim. Bizningki mening qo'ygan talabim sen xalqaroliq qoidaning ichida ish qilgan, biz raqobatlashib baqayli dedim. Mana qilamiz deganroq gapni dedi bu odam. Bu bir nima deymiz? Xitoy hozir endi Amerikani rasmiy bir datkom deb maydonga chiqqan qana bir ko'paqayli qasimizniki tuzumi afzal ekan degandayroq bir gaplarni debdi Amerikaga Xi Jinping. Uning qarta Biden o gapni dedi. Shunga hozir Amerikanda uning qarta tadbir qo'limizda yotadi. Bundan keyin qanday tadbirlar chiqadi, uni bundan keyin bilamiz. Endi bu gapning ichidagi yangiroq xabarlardan keyin birisi Trump bir necha yerlarda suhbatlarga chiqdi televizorlarda. Shu jarayonida o'ziniki 2024-yildagi saylovga prezidentlik sayloviga qayta qatnashadiganligini savol so'ragan chog'da qatnashaman, bu hozir asosiy jihatdan 100% qaror qilib bo'ldim, lekin oxirgi qarorni 2022-yildagi o'tirdi bir saylovga kongressning a'zolarini saylaydigan. Şu saylamdan kerak rasmiy qaror qilaman. Hozir masajatni qaror qilib bo'ldim deb ashta gapni debdi. Andan keyin buniki qilgan yana bir yangi ishi ehtimol xabarlarda bor Donald Trumpniki uyi hozir nimada Florida degan shtatda. Donald Trumpniki agar bu qatim saylamga qaytib chiqib qolsa, Floridaniki shtat boshlig'ini odamning ismi Ron DeSantis ekan, Ron DeSantis degan odam. Shtatniki boshlig'ini o'ziga muavin rais qilib birga qatnashishga saylamga ashtaraq plani bor o'xshaydi. Ashtaraq bo'lgani uchun Amerikaniki qoidasida prezident bilan muavin prezident bo'lgan ikkala odam bir shtatdan chiqsa bo'lmaydi ekan. Ashtaraq bo'lg'achqa Donald Trump shu yil yozda Floridadan New Jersey degan shtatga ko'chishni planlab etibdi. Bu shu muddatlarga chiqdi endi. New Jersey degan shtat Washington DC bilan New Yorkning oralig'idagi bir shtat. Shu yerga ko'chishni planlabdi. Mush xabarlar bu hafta biroz mush gaplar ham deb o'tirib chiqdi. Shuni deb qo'ygim keldi. Endi hozir yaqinda menga bir uchur kelgan Xitoylar shu chet el munosabati bor, chet el uchur mandiryapti degan odamlarning hammani tutib bir taraf qilyapti deb. Bo'libmi ishkirdagi Uyg'urlar, yosh bolalar biroz chet el munosabati borlar. Yo'qolib ketdi. Uyga opamidi, birga sulg'anim xabari yo'q. Alloh yo'qolib ketdi. Bularning hammasini jimiqtirib degan bir gapni olganman. Ehtimol shundan bo'lsa kerak. Hozir
vatanga kelgan uchurlar internet azlab ketdi. Endi Ramazon bilan munosabatli buni bilmadim. Ish qilib hozir vatandan ancha uchur kelmayotdi. Burun ancha muncha uchur mondirayotgan ufqlar yo'qolib ketdi yaqin. Bularni sizlarga bir deb qo'ygim keldi. Hozir endi Uyg'urlar munosabatli yana bir cho'ngroq muhim ish Angliyada qurilgan Uyg'ur soti. Uyg'ur soti hozir shu isbot to'plashniki oxirgi bosqichiga kelib qoldi hozir. Shunga agar isbot bor, qo'lida isbot bor qarindoshlar bir qatim g'ayrat qilayotgan bo'lsanglar, yana bir qatim osh narsalardan unumli foydalansak, Uyg'urlarga buningdek muhim fursat kelib boqmagan bu Uyg'ur soti Xitoyni Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizdi deganda qaror olgan bir sot. Shunga hozirga qadar Uyg'urlarga kelgan fursatlarning ichida bu eng muhiminiki birisi. Shundoq bo'lg'achqa bu fursatni qo'ldan bermasak, qo'linglarda isbot bor qarindoshlar, aloqalasanglar men bilan, faqat boshqa yo'lni topolmasanglar. Buning ichida bir necha muhim ishlar bor. Meniki tunishtirim hozir qiziqayotgan mush tarafdagi uchur lozim, isbot lozim deganlar. Uning birisi shu 2016-17 yildan keyin lagerlarga sulash banisida urib qiynab mingisini zaxmandirib qo'ygan, sarang qilib qo'ygan yoki kalsini adishib qolgan mushtaq misollar oilasida mushtaq odamlar chiqqan qarindoshlar bo'lib qolsa, men bilan aloqalasanglar. Sizlarniki kimliginglar mutlaq maxfiy tutiladi bu ishda. Bu isbotdan to'liq foydalansak, bu Uyg'ur sotiniki case deb qo'ydi, dilosini kuchaytirdi. Şunu bir xil gap olama shu. Yana birisi shu tug'ut cheklash, planliq tug'ut bahanasi bilan o'ldirilgan bovoqlar, tug'ilgan yoki tug'ilmagan bovoqlar. Mush jihatda isboti bor qarindoshlarni meni izlasanglar. Hozir mush sodiq narsa pek muhim bo'lib qolyapti, pek zo'r bo'lib qolyapti. Andiki shu tug'ut kontrolligi haqida yana hozir qadar o'tirib chiqib boqmagan isbotlar bo'lib qolsa, uni o'tirib chiqargan bo'lsak, men bilan aloqalasanglar, masalan, munosabat odamlarni tunishtirib qo'yman. Ular sizlarni kimligini qat'iy pash qilmaydi. Faqat mumkin shu sizlardagi bor isbotlardan foydalanadi. Ondan keyin ichki a'zosini elish, Uyg'urlarning ichki a'zosini elishga oid isbotlar. Mushjihatda yaqinda sal isbot kamlab qoldi, yangi uchur kam edi. Mendan necha muxbirlar aloqalashib bo'ldi bu jihatda, lekin yangi uchur yo'q. Agar mushjihatni agar bir narsani bilsanglar, meni izlagan bo'lsanglar. Endi bu haftaning ichida cho'ngroq gapi bo'lgan yana bir ish bor. U bo'lsa-mu, aniqlanmagan uchar taxsiniki ishi, boshqa planetadan kelgan jonliqlarniki ishlar to'g'riliq. Bu gaplar nimishqa yaqinda sal kuchab ketdi desanglar, 24-yillar burun shu Pentagonda ishlagan bir kishi, u kishi pensiyaga chiqibdi ekan. 2017-yilda, 2017-yilda pensiyaga chiqibdi ekan. Shu odam bilan New York pochta gazeti bir suhbat o'tkazib, shuningki suhbatiniki natijasi e'lon qilindi. U kishining ismi Louis Elizondo ekan. Louis Elizondo degan kishi. Shuning bilan bu aniqlanmagan uchar taqsiniki gapi yana bir ham kuchayib ketdi yaqin yoqi. Buniki aslidagi gapi nima ekan desanglar, Trump prezident vaqtida 2021 yil uchun ajratgan shu nima xamchot 2 trilyon 300 milyard dollarlik bir xamchotni o'tirib chiqqan ekan Trump. Shuning ichida shu Pentagonga bir vazifa bergan ekan. U nima desanglar, shu aniqlanmagan uchar taqsi haqida bir deklaratsiya tayyorlab, uni hukumatga topshirish haqida. Shunga madam ayni vaqtda shu Pentagonniki shu bo'limiga mas'ul ekan. U bo'limning ismi Advanced Aerospace Threat Identification Program deb ataydi ekan. Ilg'or osmondan kelgan tahdidni bayqash programmasi degan. Ashtaraq bir program ekan, shuni mas'ul bo'lgan kishi ekan bu. Shunga bu doklad hozir asosiyatini bitib qopti. Bu doklad shu oldimizdagi 6-oyda e'lon qilindi ekan. Mushtaq bo'lg'achqa mush gaplardan chiqish bilan ma gap biroz kuchayib ketib qoldi.
bu bu osmondan boshqa planetalardan kelgan narsalarni burun biz UFO deb ataydik inglizcha, unidentified flying object deb. Hozir bunga bir yangi ism beribdi. Hozirgi ingliz ismi unidentified aerial phenomena debdi. Bu nima desanglar? Aniqlanmagan osmon hodisasi. Aniqlanmagan osmon hodisasi. Buniki inglizcha baş harfi UAP bo'ldi ekan. Mana deb atabdi yangi dokladda. Endi bu Donald Trump nima uchun bu ishlarga qiziqib qoldi desanglar, yaqinqi 10 necha yilning ichida Amerikaniki havo armiyasi mana osmonda aeroplan uchib chiqqan vaqtlarda bir qancha hodisalarni ko'ribdi. Masalan 2004-yili Baş Amerikan'daki hava armiyasi bir xil uçak taksiga o'xshash bir narsani uchiribdi ekan 2004-yili. 2014-yili Amerikan'ın hava armiyasi yana bir narsani uchiribdi. Uni nima desanglar, bir yumshoq sharning ichida bir to'rtchasi sandiqdek narsa bor ekan. To'rtchasi sandiq ustida yumshoq jumloq narsa bor. Mana shu narsadan birisini ko'ribdi 2014-yili. Ondan keyin yana nurg'un kishilar, dunyodagi u bu yerdagi kishilar bir xil g'alati qora uch bulunliq bir xil narsani ko'rdim degan xabarlar, dokladlar ko'p chiqibdi yaqinqi yillarda. Ashta bu boshqa shu gaplarni anglagandan keyin Trump ishga o'rlashtirgan ekan. Endi bu qatim shu Elizandorniki deganlarning ichida bunday bir qancha narsalar bor. Onunki deyişçe, şu yakında deklart kılınan, şu Amerikan hava armiyasi ve başkalar kögen nesler, herkes bizdeki yer şarıqa təvən nesler emaslaydı. O çuqum başka planetalardan kelgan, taşqi planetadan kelgan. Mesela hazırki şularniki şu mülçerleşçe bu uçar taqsa saatiga 17.000 kilometr uçalaydı ekan. Endi İslamda Boeing 737 degan aeroplan, yo'lovchilar aeroplani bu soatiga 500 kilometrdan sal ko'p tezroq uchadi. Soatiga 500 kilometr. Ma uchar taqsa, bu qatam shu 10 necha yilning mobaynida ko'rgan narsalar soatiga 17.000 kilometr uchadi ekan, pek tez. Andan keyin shunda uchib ketiblar, tezlar qayalar ekan bunaqa. Odatdagi aeroplanlar qaymoqchi bo'lib qolsa, ularniki bundaq aynib qiyib o'g'uchilik necha 10 kilometr yana uchib yetib aran qayalaydi. Manasi shu xil uzilib qayalaydi ekan bak tez. Anikin bu bayqalgan uchar taqsilar yer yuzidan 15 metr egizib uchalaydi ekan, yer yuziga intayin yaqin uchalaydi ekan, yoki yer shariniki osmonda 25 kilometr egizib uchalaydi ekan. Sizlarga men burma degan odatdagi yo'lovchilar aeroplanlari uchiqqan vaqtida 10 kilometr, 11 kilometr egizib uchadi. Undan egizib uchmaydi. Sababi nima desanglar, qancha egizibga chiqqan sari havo shalanishib ketadi. Aeroplanni ko'tarolmaydi, egizib chiqsa. Ashta bu boshqa yo'lovchilar aeroplanlari odatda 10 kilometr, 11 kilometr egizib uchadi. Bulutlar odatda 8 kilometr egizibda ko'proq bor bulutlar. Ashta bu boshqa aeroplan bulutning ustiga chiqib uchadi endi. Endi mavu uchar taqsilar 25 kilometr egizib uchalaydi ekan. Ondan keyin bu uchib yuriblar, tuyuqsizlar suvning ichiga ketalar ekan bu. Andagi suvning ichidan tuyuqsizlar chiqalaydi ekanda. Hech qanday boshqa bir o'zgarish yasmay ashtansini qilalar ekan. Endi bu bundaq texnologiya hozirda yer sharida yo'q. Ashtaqilqi uchib yuriblar suvning ichiga ketib, shu yerdan uchib chiqib uchib yuradigan bundaq narsalar yer sharida yaslab baqqan emas. Şuna bu nayeti köp ilgilab ketken texnologiya ekan degan qarash bor. Ondan keyin yer yuzidan ko'tarilishi tez lamkin. Tikchor aeroplanmi yerdan ko'tarildi, lekin biroz jarayon ketadi, astroq ko'tarildi. Ma birdamlam yerdan dang ustiga chiqib oldigan ashta narsalarni qilar ekan bu uchar taqsilar. Mushu narsalar endi yaqinda bayqalgan narsalar ekan endi. Shunga buniki ya qanoti yo'q, yoki chaqpiligi yo'q. Yoki oq tarafidan qattiq urib chiqadigan, o'tkib chiqadigan gaz yo'q. Bundaq narsalar qattiqlam yo'qlanda. Sirtidan qarasa shuncha siliq bu. Shunga bu narsalarmi bizda hozir yer yuzida bayqalgan qonuniyatlar bo'yicha buniki ishlash prinsipini
asasen tushuntirib bergili bo'lmaydi. Bundaq narsalarni. Shunga buni chuqum Elizanoda degan kishi chuqum boshqa yerdan kelgan deb aşağı deydi. Anadan keyin Yasharning tortish kuchi. Odatda G degan manchichilik tortish kuchi deb hisoblaymiz biz. G deganimiz yer yuziga tashlagan narsalarniki tizilinishi bo'ladi. O 9,18 metr tizikda mangadi. Har bir kvadrat sekundda endi. Manası 17G işte tizikda tushib chiqalaydi ekan deydi. 17G'da hozir bizniki Yasharniki 1G, 17G bilan işte mangada ekan deydi. Buni fizika o'qiganlar biladi. G degan G harfi endi. 9,18 metr har bir kvadrat sekundga 9,18 metr tizikda mangada endi. Şuna bu qatimki bu yığından bayqılaq qalmışdı. Aniqlanmagan osmon hodisasi 2017 yılı tunji bo'lib e'lon qilinibdi. Endi sizlarning xabaringlarda bor, Amerika uchar taqsa tadqiqotini to'xtatib o'tgan 1978 yilda to'xtatib o'tgan. Hozir endi bu Trumpning davrida buni biroz asliga keltiribdi. Shu bu qatimki tadqiqotni yozishga shu ishgan endi. Trump tapşırgan vazif ekan bu. Endi buni hozirgi bu nima New York pochta gazetiga chiqqan xabarda Amerikaniki davlat mudofaa ministri bu ishlarni jazmlashtirdi deydi. Ashtaq bo'lganligini iqror qildi deydi. Andan keyin havo armiya bayonotchisimi, bir havo armiya bayonotchisimi mushtaq Amerikaniki havo armiyalari ko'ygan uchar taqsirlarniki videolari ras, u yasab chiqqan narsa emas, ras shuna narsalar bor deb shuna debdi. Lekin men NASA'dagilardan bu to'g'riliq hech qanday qilgan gapni anglab boqmadim. Bugun tekshirib boqdim biroz. Odatda biroz ishonchli narsalar bo'lib qolsa, NASA'mi bayonot e'lon qiladi. Maash media deb maashda to'g'riliq Amerikaniki havo armiyasi bayqagan uchar taqsa haqida NASA hech nima demabdi hozirga qadar, bir narsa topmabdi. Men videolarini ko'rib boqdim, videolarning rasmlarini. Bu nihoyatda cho'ng doirada tatgan rasm bo'lg'achqa, uchar taqsiniki o'zining ko'rinishi ancha aniq emas. Bir qop-qora narsa ko'rindi ekan, uniki shaklini biroz tunug'ul bo'ldi ekan endi. Burjaklik narsa bo'lsa biroz tunug'ul bo'ldi ekan, lekin aniq ko'rib bo'lmay ekan buni. Shunga men o'zim endi mening farzimcha agar 6-oyda Amerika davlat mudofaa ministriniki doklati chiqsa, e'lon qilinsa, NASA'mi shundan keyin gap qiladi deb o'ylayman. Endi NASA'niki tashqi planeta jonliqlar bor, ehtimolligi bor. Tashqi planetani tekshirish programmasi bor, aytdi cho'ng. Men unda ishchiga hozir 10 yildan eshib ketdi. Shu narsa, shu bir teleskopning ishini qilyapti. Bu ishlar shubhati davomlashyapti hozirmi. Ya'ni biz tashqi planetaninki adamlarni biz izlayapmiz. Hozirgi mo'ljallarda 2025-yilda bu teleskopni osmonga chiqarib tekshirmoqchi. Yer shari bilan bo'lgan orliqi 30 nur yillik kelgan doira ichida. Bu yerda nur yili deganimiz nurning tizigida mangsangiz 1 yilda berib bo'lgan orliqni bir nur yili deb ataymiz. Bu orliq bek cho'ng, odamning og'ziga patmaydi. 12 trilliondan uzunroq orliq, bir nur yili degan orliq. Shunga biz hozir NASA'niki tekshirmoqchi bo'lgani 30 nur yili doirasidagi yulduzlarni tekshirmoqchi. Oqshmis osmonga qarasangiz, sizga ko'rinadigan yulduzlarniki sizga eng yaqinidagi orlig'i, bizdan bo'lgan orlig'i 4 nur yilidan oshadi. Ya'ni sizning ko'rdiğiniz 4 yilning oldida chiqqan nurni ko'rasiz, yulduzni ko'rasiz. Yulduzniki 4 yilning oldidagi shaklini ko'rasiz. Qa yulduzlarniki orliq texmi jiroq, necha 100 nur yili, necha ming nur yili keladi. Ashta boshqa bu NASA'ning plani bu jihatga ishlarga hech qanday o'zish bo'lmadi. Chunki bu jihatdagi bir qism ishlar 6-oyda shu doklat e'lon qilingandan keyin aniq bo'ldi deb o'ylayman men. Ondan keyin yana bir narsani deb qo'yg'im kelyapti. Yaqinda ba'zi qarindoshlar menga rasmlarini o'rgatib berishni so'radi. Bu biz oqshimisi osmonga qarasak, oyga qarasak, faqat oyniki 100 dan ko'ramiz.
ayniki yüzüneki qarama-qarshi tarafini faqat ko'rmaymiz. Ba'zi qarindoshlar mana shu rasmni o'tib, ayniki yambir yuzini tashqi planetadan kelgan odamlar egallab, shaharni quryapti, mana shaharniki binolarniki rasmini deb menga o'tdi. Bu narsalar hamsi o'ydirma narsalar. Nimishqa desanglar, NASA shu oldingi 5-10 yilning ichida ikki olam uchqurini yasab, maxsus ayniki magnit maydonni o'lchaydiganga. O ayni 40,000 qitim aylanib bo'ldi. Shu magnit maydonni tekshiramiz deb. U jarayonda bunday shaharlarniki bayqalganini e'lon qilib baxmadi. Shu yambir yuzida unda shahar bo'lib qolsa, bu allaqachonlam bayqalib bu chaqchi qo'pilgan ish. Shunga arisini o'ydirma. NASA 2024-yilgachilik, yana 2-3 yilning ichida Ayga odam chiqarmoqchi. Ayniki janubiy qutubiga odam chiqarmoqchi. Undan keyin xuddi hozirgi xalqaro olam punktiga o'xshash ayni aylanib turib mashg'ulot olib boradigan bir olam ay punktini yasamoqchi. Buni qilishdagi maqsad hozir bundan keyin NASA'niki Marsni va uningmi nerisini odam avatib tekshirish planlari bor. Ashtaq bo'lgan vaqtida aydiki bu punkt oldiki bir punkt bo'ladi. Odatda yer sharidan chiqqan odamlar yo narsalar aşağıya berib, u yerdan andan keyin Marsga yoki boshqa yerlarga mangadi. Shuning tayyorligi bor. Ay olam punktini 2024-yilda yasamoqchi. Buniki loyihalari hammasi bitib bo'ldi. Agar to'g'rini izlasanglar, uni rasmlarini ko'rasizlar. Men uni chiqarib qo'yaymi bu videoni ostiga. Shunga mushta planlar bor. Shunga alqi ayni tashqi planetani agar odamlar egallab shahar quryapti degan gaplar yolg'on gap. Uni ishonmasanglar bo'ldi. Endi yana bir xabar, men tunugun bir guruh tashvirguchi muxbirlar bilan ko'rishgan, ular meni izlab kelib ekan. Ular bir ishni dedi, mana bu raqamliq pul, Bitcoin'ning ishini. Yaqinda shu raqamliq pul Bitcoin bilan bizning vatanniki munosabati o'tirsida bir ishlar o'tirib chiqibdi. Bir maqol chiqibdi 4-20 kuni. Shuni bilan bu nima ish deb biroz tekshirib baqdim. O'zimniki do'stlardan so'rab baqdim. Bu vaqtda shu bu qatim chiqadigan Bilim Kuch jurnalida bu bir maqola o'qiysizlar. Shu Bitcoin degan raqamliq pulniki bilan bizning vatanniki qanday munosabati bor degan narsani. Bu nima ish bo'pti desanglar, 4-oyniki 19 kunlari bizning vatandagi bir cho'ng ko'mirkonni suv besib ketibdi. Bir suv bir yerdan teshib chiqayotganmi yo yomg'ir yoqqanmi uqmayman. U nihoyat cho'ng ko'mirkon ekan. Shuni suv besib ketib, bu ko'mirkon 3 kundak ishlayapti. 3 kundak ishlayapti ekan, bu Bitcoin degan raqamli pul bozoriga ta'sir etib, bu pulniki Bitcoin'niki shu yerga bahosi 63 ming dollarga chiqib ekan. Ma vaqa bo'lgandan keyin 54 ming dollarga tushib qoldi bir tal Bitcoin degan raqamli pul 63 ming dollardan 54 ming dollarga tushib qoldi. Aşağı çıkıp 13%, 14% çıkıp gitti değil mi şu gün içinde. Şu çağda pula çıkıp ketkenге dikkat qilgan men. Lekin bu bizniki vatandagi ko'mirkan bilan munosabatga o'qmabdi ekanman. Shu bu muxbirlar buni so'raganda men burun xabarim yo'q ekan, biroz tekshirib qilib baqdim. Bu nima ish bilan munosabat bor ekan desanglar, bu Bitcoinni taqitishda aytib bir qattiq jarayon bor ekan, aytib murakkab matematikalik savollardan chiqirdi ekan, mushuni qotgan o'rin. Bu savollarniki javobini yeyish uchun shu dunyodagi superkompyuter deydi, darajadan tashqari tez suratli kompyuterlarni chiqarish kerak ekan. Bu kompyuterlarda ishlatadigan tok mushta ko'mirkondan chiqqan ko'mirdi bilan mang'ilgan elektr stansiyadan keldi ekan. Bu Xitoydagilarda, yoki gaplar Xitoyda bo'layotgan gap endi. Ashta boshqa o ko'mirkonni suv besib ketib, tok chiqarishga ta'sir etgandan keyin Bitcoin uchun hisoblab boradigan darajadan tashqari kompyuterlarniki mashg'ulotga ta'sir etgan gap. Ashting bilan bu Bitcoin'niki bahosi tushib ketgan ish ekan. Shunga bu to'g'riliq tafsilroq ishlarni shu Bilim Kuch degan bizniki bir qism ziyoli qarindoshlarimiz chiqaryotdi buni. Keyingi sonig'imi tayyorlayotdi bu hozirdan aytib jiddiy. Ularning ajri ko'pdan ko'p rahmat. Shu chiqadigan maqoladan endi biroz bilaolasizlar. Bunu men hozir shunday deb qo'yay. Endi meniki ma'ni bilgan tilga ilishimdagi sabab
bu tekshiruvchi muxbirlar hayron qolibdi bu ishga. Men hayron qoldim. Hozir Xitoy shu raqamlik pul ishiga intayin kuchayotidi. Maqsad nima desa, Amerikaniki dollarniki dunyo puli bo'lish iqtidorini amaldan qoldirib, boshqa uning o'rniga boshqa narsani dastitish. Ularniki topgan kandidatlarning ichida Xitoy puli bor, andiki raqamlik pul bor endi. Ashta boshqa Xitoy bir raqamlik pul ichida intayin kuchayotidi. Shunga najih mablag' silib bu ishni qilyotidi, maishni kirib bo'ladi. Xitoydagi raqamlik pul ishlariniki biraz ta'sir etish bilan butun dunyoniki bozorga ta'sir etadi degan gap. Shunga bu ishlar nada bo'lyotidi? Bu zavodlar nada? U yerda kimlar ishlaydi? Nihoyat cho'ng sir bor bu yerda. Andikin shu Uyg'urlardan tutilib ketgan 9 milliondek odamlarniki bir qismi mishadlarni ishlayotamdi, mushta zavodlardami? Shu Bitcoin degan raqamli pul munosabatli zavodlarda ishlayotamdi. Muxbirlarning qiziqayotgan narsari mana. Shunga agar sizlarda bu vaqt uchirib qolsa, menga yetkazib qo'ygan bo'lsanglar. Bek muhim bu bek yangi narsa, taxi 9-oy emas, 4-oyniki 17, 18, 19 kunlari bo'lgan voqea mana bu. Cho'ng ko'mir koniki ishni to'xtatib qilishi. Shunga bu bek muhim narsa, shunga bu yerda uchiringlar bo'lib qolsa, menga yetkazib bergan bo'lsanglar. Andan keyin 4-oyniki 19-kuni yana bir video chiqdi. Buni Bloomberg Quick Take degan bir organ ishlabdi bu videoni. Bizning vatandan chiqayotgan quyosh nuridan tok chiqarish taqtaylari, Kremniy taqtaylari haqida. Men 80-yillar Yaponiyada o'qiyotgan vaqtimda bu mushkapni anglagandim. Teklimakan qumlig'idagi qum keyincha oltinga aylandi deb. U chaqlarda nimchi buni deyotganligini uqmagan. U qumniki tarkibi kremniy degan modda ekanligini bildim. Lekin uni qanday qilib oltinga aylanib qolganligini bilmagandim men. Hozir endi Teklimakanning qumlarimi oltinga aylanib ketibdi. Bundan Xitoylar nihoyat zo'r darajada foydalanib etibdi. Nima ish qilsanglar? Hozir o'qisizlar dunyoning hamma yerida kunning nurini tok aylantirilgan kremniy taxtlar bor. Nurgu adamlar o'rnatyapti. Men o'zimniki uyga o'rnatib qo'ydim. Maqsad energiyani tejash uchun. Men 20 yillik evatdim uni. Ashta qilyaptim. Shunga hozir butun dunyoda yangidan o'rnatyotgan kremniy taxtasiniki 50% bizning vatandakilarniki. Teklimakan qumlig'idan yasagan taxtay hozir 50% butun dunyoniki shu sarfiyotiniki 50% bizning vatandakilar ekan hozir. Ba'zi qarindoshlar so'raydi, mendan bu Xitoyning puli nereden keldi? Xitoyning puli nereden keldi deb. Puli mushtaq narsadan kelgan gap. Bizningki vatandagi Teklimakandagi qummi hozir oltindek qimmat yaratib turibdi. Bundan Xitoy foydalanib turibdi. Ma'u chiqqan videoda deyishcha, pat yaqinda shu Sharq Turkistondan chiqadigan kremniy taxtasiniki dunyo bozorida egallaydigan nisbati 80% ga bordi deydi. Bu gaplarni ko'rgandiki men hayron qoldim. Bu zavodlar nerede? O'rni nerede? Bizim vatanning nerede? U yerda kimlar ishlaydi? Bizda hozir bu to'liq hech qanday ma'lumot yo'q. Endi mush bir jarayon. Mush jarayondami mening farzimcha tutilib ketgan Uyg'urlarning nurg'ulari ishlayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu jihatda xalqaro hech qanday uchur yo'q hozir qadar. Shunga qarindoshlardan kutadigan ikki narsani birisi diqqat qilinglar, işte uchurlarga, ikkinchisi yangi uchurlarga erisha olsanglar, menga yetkazib beringlar. Buni dunyoga oshkorlaydi. Men izchil deb kelyapman, bizniki nufusimizniki hozir Xitoyning maqsadi 3dan 1 qismini o'ldirish, 3dan 1 qismini sulab qo'yish deb. Sulab qo'ygan 3dan 1 qism degan odamni 6-7 million odam. Bu odamning zodi nerede hozir? Bu to'liqni bir cho'ng savol bordi. Hozir manda ishlar o'tirib chiqyapti. Chuqur munosabatli bo'lishi mumkin. Buning qanday munosabati bor biz de bilmaymiz. Shunga bu jihatdagi narsalarga bundan diqqat qilsak, usul erishsanglar, men deb qo'ysanglar. Endi oxirroq deydiganim sizlarniki amalan xabarda bor. Uyg'ur millati bir dunyoni so'rg'an millatlarning qatorida o'rnagan bir millat edi. 15-asr, 18-asrga kelganchilik. Undan keyin bizning millat zavolliq tutdi, zavolliq yuzlandi. Bo'lib nadan,
xurafat kishilarniki hukmron o'ringa o'tilishi bilan Uyg'urlar chekinishga boshlab, oxiri chekinib, endi bo'lsa bir jon talish girdoviga kelib qoldik. Tarixni biladigan qarindoshlar obdan biladi. Bu to'g'riliq ziyonlarni ancha-muncha narsa yozyotdi. 15-16 asrda yuz bergan, Uyg'urlarga yuz bergan ishlar hozir yana takrorlanishga boshladi. Biraz bosh ko'taryapti. Endi oldimizda vazifamiz bek og'ir bizniki. Bo'libmi hozirgi vatandagi xalq uchun chet eldagi Uyg'urlar ularniki nijot yo'ldoshi bo'lib qoldi. Ehtimal bir qism Uyg'urlar nima Allohga bo'lgan umidini tashlamay, Allohdan umid kutayotgandi. Lekin u yerda kontrollik bek kuchli. Uyg'urlarning uyiga Xitoylarga kirib qo'yib degan darajagacha ketganligi uchun ko'pincha Uyg'urlar hozir umidni chet eldagi Uyg'urlardan kutyapti. Chet eldagi Uyg'urlar vatandagi Uyg'urlarni qutqizishning nijot yo'ldoshi. Ashta bo'lib qolyapti. Bu bek og'ir vazifa. Buni hozirgi holtimizdan urinolmaymiz biz. Shunga Uyg'urlar yenilam o'ziniki ayni vaqtda oqilarni millat bo'lib yashagan davrdagi bir qism narsani asli keltirish kerak. Uyg'urlarning aqlini asli keltirish kerak. Bu jihatda misollar bor. Agar Yaponiyadagi qarindoshlar obdan biladi, aqlli millat deganniki qanday bo'lganligini. Aqlli millat har bir ish qilgan chog'da ishning to'g'risini tanlab qiladi. Ana ishni to'g'ri qiladi. Buning ma'nosi nima degan narsani Yaponiyadagi qarindoshlar obdan biladi, yopiqlardan. Yevropadagi qarindoshlar obdan biladi, bo'libmi Germaniyadagi qarindoshlar. Yana bir misol Yahudilar. Men Yahudilar to'g'riliqsiga jiq yaqib berdim. Yahudilarning nüfusi biznikidan az. Hozir ularning 13 milliondek nüfusi var. Bizniki 20 milliondek. Ayni vaqtda ularning davlati yo'q, 3000 yildek sarson bo'lib, dunyodagi u yerga bu yerga tarqalib yashagan. Ular uchun o'zini saqlab qolish intayin mushkul bo'lgan. Nerede bo'lsa Yahudilarni o'ltirdigan, chatga qaqadigan ishlar bekchiq bo'lib, ular uchun shunday bir mushkul o'rin kelib qolgan. Açtaq vaqtlarni, açtaq davrlarni boshdan kechirib, bular eng oxiri 3000 yildan keyin o'zining davlatini asli keltirib, hozir dunyo bo'yicha intayin bir kuchli davlatga aylandi. Ba'zi kishilarning mo'ljaricha hozir butun arab davlatlari birlashsa, Isroilga teng kelmaydi dedi harbiy jihatdan. Shu darajada kuchli Isroil. Endi shu Yahudilar açtaq sarson bo'lib, dunyoniki hamma yerlarga tarqalib, açtaq yashab shurgan vaqtida ular o'zi uchun eng to'g'ri ishlab nimani tanlabdi ekan degan bir savol bor. Mushjati iznalagan ziyolilar chet eldagi izni bossanlar bo'ladi. Meniki bu ishlardan sira xabarim bor. Yahudilar aqlga mablag' solgan. Uchoqlarda harbiyga mablag' solib, armiyaga mablag' solib, uni kuchaytirib, boshqa qolgan muntazam davlatlar bilan urush qilib o'zini saqlab qolgan imkoniyati bo'lmaganligi uchun bular aqlga mablag' solgan. Ashta qilib o'zini miltining aqlini taraq qildirib, eng oxirida yine o'zining davlatini qaytarib 3000 yildan keyin hozir ayna dunyoga xil xo'ja bo'lib yashayapti. Uyg'urlarning chiqish yo'li mishada. Uyg'urlarmi bundan keyin aqlni taraq qildirishga umumiylik atlanish kerak. Mablag' solish kerak. Ashta qilmay turib biz o'zimizniki mursidiki vazifani o'rlayolmaymiz. Bu ishniki o'zimi bir cho'ng tema. Men bugun bu to'g'riliq bak ko'p so'zlamayman. Hozir Uyg'urlarga tarixdagi misli ko'rilib baxmagan darajada bir besim paydo bo'ldi chet eldagi Uyg'urlarga. Bu besim bizden nimani vücut keltirish kerak desanglar. Bu besim xuddi Yahudilarga o'xshash
Dünya milletlerinin içindeki bir ilgara millet buluşqa qarab minishini keltirib chiqish kerak. Qalaq millet emas, ilgara millet buluşun. Andakin bizning ishimizdimi dünya itiraf qilgandek milliy qahramonlar chiqish kerak. Açtaq nəslənin türküsüdə Uyg'urlarda bir xil yenilikni o'rganish, madaniyat paydo bo'lishi kerak. Dunyoga yuzlanish, zamonlik yuzlanish, yeniliklarni o'rganadigan bir mushtaq bir madaniyatni yetildiradigan tarafga qarab minishimiz kerak. Andakin biz bu chet elda O'rta Osiyodan boshqa 100 mingdek odam bor deb qarayman men. Ehtimal bu sonni sal tushirishga majbur bo'lib qolishimiz mumkin. Mushu kishilarning ichida har bir odam o'zi qilayotgan ishni eng yuqori darajada yaxshi qiladigan holatga ketish kerak. Bu gapimning ma'nosini Yaponiyaliklar bek obdan biladi. Bir ko'cha supuradigan odam neki ko'chani pokiz tutishda qanday qiladiganligini. Har bir inson o'zi qilayotgan ishni hech qanday kusur topib olmaydigan darajada eng yuqori darajada yaxshi qiladi. Germanliklar mana shunday. Bu jihatda biz Uyg'urlarniki yana bosmasak bo'lmaydigan ko'p safarimiz bor, orlig'imiz bor. Shunga hozir har bir oilaga qo'yiladigan talab Uyg'urlarniki farzandlarini yaxshi tarbiyalanglar. Birinchi vazifa balanglarniki o'zinglar yashayotgan davlat tilidagi savodi yaxshi chiqsin maktabga kirishdan burun. Buni birinchi o'rin qo'yinglar. Til. Ikkinchisi maktabga kirgan birinchi sinfdan boshlab o'qishni eng a'lo, eng yaxshi, a'lo o'quvchi bo'lib o'qisin. Üçüncü vazifa balanglar Uyg'urlik engida cho'ng bo'lsin. Masalan, Uyg'urcha tamoqni yaxshi ko'radigan, bizniki et bayramlarimizda Uyg'urcha kiyimni kiydirib qo'ysa ma'qul deydigan, Uyg'urlarning faoliyatlariga qatnashadigan, andiki uyda Uyg'urcha yaqinlashadigan. Mushtaq bo'lib cho'ng bo'lsin. Balaga qolgan ishlarni majbur tinish orqali balalarniki aqlini ziyonga uchratmanglar. Bala kompüter emas. Amerikada bütün oliy maktablarda bala taraqqiyoti degan birdan fakultet bor. Dunyodagi bu jihatdagi ilminiki taraqqiyoti intayin zo'r. Bir bala birinchi sinfda qanchalik topshiriq ishlash kerak, qancha vaqt o'qish kerak, qavatida o'ynash kerak, ikkinchi sinfda qancha qilish kerak, bularning hammasi nihoyatda tafsiliy formulalashib ketgan hozir. Sizning kichik bolangiz bo'lsa, sizning ashlardan xabaringiz bormi? Şu üç narsa eng muhim. Birincisi o'zini yashayotgan davlatning tili. U tilni yaxshi bilmasa, maktabda yaxshi o'qiy olmaydi. Ikkinchisi maktabda o'qish, uchinchisi Uyg'urlik. Mush üç narsani cho'ng vazifa qilib qilish kerak. İnsanlardagi aqlliq darajasini ustun ko'targan bo'ladi bolalik vaqtidan tortib. 1 yosh, 2 yoshlik vaqtidan tortib. Men bu to'liq maqola yozdim. Bu jihatda ilmiy tadqiqotlar elib berilib, hozir dunyo e'tirof qilgan yakunlar bor. Buning ichida misol elinig'ini Yahudilar. Yahudilar ham shun boshqalarning aqlliroq degan narsa. Men mana shu kun yaqin biroz izlanib ko'rib baqdim. Nima statistika o'qigan qarindoshlar biladi. Statistikada normal distribution degan bir parametr bor. Normal distribution degan bunda Gaussian curve deydi, çizilgan buludu. Onun da 1 sigma, 2 sigma degan narsalar bor. Uniki eng cho'qisi mushu aqlliq darajasini tashisa, mushaga eng jiq odamlar yig'ilgan bo'ladi. Matematiklar undan tuvan, matematiklar undan yuqori. Yahudilarniki aqlliq darajasi 1,5 sigma keldi ekan. Yine normal odamlardan 1,5 sigma yuqori ekan degan gapda. Endi ashtaq bolalarni ashtaq tarbiyalashida ularniki burun dadisi balaga 1 yoshdan tortib Tavrat o'g'itish vazifa bolaga Yahudilarniki. Shunga balaga kitob o'qishni o'rgatib, shu orqali
mingini chiniqtirib mingniki aqlliq darajasini o'stirayotganligini man sizlarga deb bergan burun. Man shu Yevropadagi davlatlarga borgan vaqtim berib leksiya so'zlagan vaqtimda Turkiyada ham mush to'g'ri so'zlab berdim. Bu yerda bola uchun mablag' solish masalasi bor. Meniki o'g'lim o'rta maktabdan o'tirib bitirgandan keyin bir qancha maktablarga qabul qilingan. Uniki birisi G'arbiy Nuqta degan Amerikadagi dunyoga eng dangliq harbiy maktabi West Point. Shidan Junsho deydi Xitoycha. Shuni o'tgan o'g'lim. U maktabga borgan bo'lsa 10 ming dollar maosh olib o'qiydi. Ammo uni bormadi. Uni bormay Kaliforniya universitetidagi Berkeley degan sho'basiga bordi. Biz yiliga 30 ming dollar pul to'lab o'qitdik. 10 ming dollar kirimliga yerdan 30 ming dollar chiqimliga yerda o'qitdik. Men o'ylayman ba'zi vaqtlarda. Hozir 2 nevram bor. Birisi 8-9 oylik bo'ldi, ham birisi 3,5 yoshlarga kirdi. Qizim nayt jiq narsani o'qiydi, bola tarbiyasi haqida. Andagi nayt qimmat seminarlarga bordi, nurum pul to'lab. Arxotdan ikkisi kuyog'im bo'lish ikkisi. Buni qanday tarbiyalash to'g'riliq. Hozir 3 yerda kitob qo'yadigan qurilma bor. Necha yuz kitob bor. Intayin qimmat kitoblar. Meniki 3,5 yosh nevram kitoblarni hammasini necha qatimda o'qib bo'lgan. Hammasini biladi qaysi kitobda nim borligini. Men o'sha uyga borsam, axşam kitob o'qib berib, ana uxlaydi. Kitob uxlashdan burungi vazifasi kitob o'qish endi. Shunga qaysi kitob bo'lsa o'qidi. Men varg'ini ichib qo'ygan narsa va mana narsa bor deb. Men hozir ba'zi inglizcha gaplarni topolmagan gapni menga shu 3,5 yosh nevram deb turadi. Ilişkin bir iş oldu, talağa çıkıp işkimiz oyladı, aylanıp жүрген. Oğlumdaki bir tümür arzusu var, topuğa bir uğut neslen toşuyduğunu oyladı. Yağmur yağıp su yığılıp kaptı. Nevrem bu ne mi o deyip sordu benden. Ulan bu yağmurun suyu desem bunu bir taraf koytaylı dedi. Bunu tükütaylı degende bu karsam kıl eğrikken ben kötüp tükenmeyken ben. Ulan bu özgürden yok hop gitti o deyip. Ben İngilizce muhabbet yapım tapanmay. Birisi tapanmadım, yani birisi tapanmadım ucadı, kalamı kemiydi o gap. Tapanmay, şuna bu özgürden yokup gitti o, it will go away desem, it will dry out deydi. Özgürden kurup gitem de deydi. Ben yokup gitti diyen gap desem, kurup gitem de diyen gapni bana ağzım sepki vatıdı. Aştarak çoğun vatıdı. Şuna meniki madde vatkan gaplarım kuruk gap emas. Ben dezirisinden kurvatımen, ameliyatından kurvatımen. Üzerine ailesinin içinde hazır kısılan virüs sahibinden biz işine bıramayız başka yerlerge. Şuna belki oğlumğa 30 ming dollar pul to'lab yılga işte o'qitganligini gapini dedim. Oliy maktabga borgan chog'da 30 ming dollar pul to'lab yilga o'qitishga rozi bo'lgan odam bolalar 1-2-3 yoshlik vaqtida yilga bir necha ming dollarlik pul xarjlab kitob olib berib o'yinchiq olib bersanglar arziydi. Yahudilar mana shunaqa qiladi. Yahudilar o'ynamaydi, kelmaydi, bolalarni tarbiyalaydi. Ben bularni ko'ryapman amaliyotda hozir. Shunga har bir Uyg'ur oilasi, kichik bolalar bor Uyg'ur oilasi. Agar imkoniyatlar yer bersa, bolalarga bir necha ming dollar xarj etinglar yilga. Kichik vaqtida. 1 yoshlik vaqtida dilam. O'yinchiq yapiringlar. Hozir o'yinchiqlarniki nurg'un o'yinchiqlar bor. Aqli o'yinchiq deydi. O o'yinchiqlarni shu bolaniki ming taraqqiyot uchun yasagan. O narsani epepla bal tashlab qo'yib qaranglar bo'lmaydi, imkonsin o'qib, o'sha izlanib, u har bir o'yinchiqniki balani qaysi jihatga taraqqiyotiga foydasi bor ekan degan narsani o'zinglar bilib olib, bolalarni maqsadli yetaklanglar. Undan keyin kitob. Shunga bu ishlarni qilib oldi. Men shuning uchun da'vataman. Bundan keyin chet eldagi hamma Uyg'urlar, vatandagi Uyg'urlarni qutqizish vazifam bor, mas'uliyatim bor deb qaraydigan Uyg'urlarning hammasi aqlliq Uyg'urlar davriga qaytishga tirishsak. Uyg'urlar O'rta Osiyoni so'ragan, dunyoga madaniyat tarqatgan, Uyg'ur degan so'z bilan madaniyat degan so'z o'xshash ma'nolik so'z. Turklarning lug'atida. Shunga
Bunu biz burun qilgan, buni kim qila olamiz? Bundan müşahda biraz küçsek. Aştaq qilmasak, hozir vatanda, gerçi biz hozir Sharq Turkiston Uyg'ur xalqim deb atab ketyapmiz. Biz biladigan Uyg'urlikqa oid nurg'un narsa yo'qolib ketib bo'ldi allaqachon. Xitoylar yana intayin kuchayotdi bu jihatda. Oxirida yana deb qo'ydigan gapim, men azaldan Turkiya meniki ikkinchi vatanim deb keldim. Leksiyalarım şundaq söyledim, çeteklerim şuna deymen. Hazırım şundaq. Türkiye'deki Uygurlar meniki qarindişim, bek mühim men üçün. Meyli ak olsun, meyli qara olsun. Hemisi Uygur, hemisi bizimki qarindaşlarımız. Bizim milletimizdeki azası. Hazır kadar Türkiye'deki qarindaşlarga qulumdan kelish yerden qilib keldim. Bunu kim şuna qılaman? Bu jihatga ishlar o'zgarmaydi. Şunu bir deb qo'yg'im keldi. Mush vaqtning o'zida hozir Turkiyadagi o'quvchilarga bir o'qish mukofoti tasdiq qilingan ekan Uyg'ur yar tarafidan. Shuni davomlashtirish uchun iyon to'playapmiz. Ramazon oyining ichida. Ramazon tugaganda to'xtaydi. Hozir pul yig'ish ahvoli nihoyat yaxshi ketyapti. Texnik nishonga yetmadik, ammo nihoyat yaxshi ketyapti. Ehtimal ko'rdinglar, nimada Facebook'taki son hozir 7300 ga yaqin bordi. Uning sirtidan bevosita andikin Uyg'ur Project fondidagi tor beti orqali va boshqa usullar bilan yoniqayotgan qarindoshlarimiz xili bor. Hozir yana bergan qarindoshlarniki soni 100 ga yaqin bordi. Facebook'da 76 bo'lib bo'lgan. Shunga Ramazonlik Uyg'urlarga atagan narsalar bo'lsa unutib qolmanglar. Yana bugün 30 olsa yine 12 gün kaldı. Bunu unutib qolmanglar. Uyghur Project Fondi bütün Uyg'urlarga tava. Eğer dikkat qilsanglar, men qildigan ishlarning hammasi bütün Uyg'urlarga tava. Birer guruhga, birer tashkilotga emas, azaldan shundoq. Hozirmi shundoq. Uyghur Project Fondiniki 6 kadri bor. Board a'zolari, andan keyin sekretar, buxgalter qatorli kishilarimiz bor. Undaq bo'lgan bilan Uyghur Project Fondiniki hamma nurg'un davlatlarda bizning vakillarimiz bor. Bu bütün Uyg'urlarga mansub bir organ. Bizniki buningdan keyin davomli holda Uyg'urlikni saqlab qolish uchun zarur bo'lgan, muhim bo'lgan ishlarni qilganimiz bor. Biraz pulumuz mu bor bizniki? Oshta bo'lg'achqa qarindoshlar agar o'zinglar bir yaxshi proyektni o'ylab topgan bo'lsanglar, iqtisod lozim bo'lsa meni izlanglar. Qilayli. Biz qo'limizdan kelganning hammani qilayli. Tirishchilik bizdan, uning natijasi Allohdan. Biz faqat hamma tirishchilikni ko'rsatgandilarmikin, Alloh bizga natija berdi deb umid kuta olamiz. Bo'lmasa mumkin emas. Shu musada endi deb qo'ydiganim davomli kuchsak billa. Anarkin Uyg'ur axborot markaziniki haftalik videosi buni qarindoshlarni aytib kuchab piday qarindoshlar qilyotdi. Anarkin Uyg'ur tor jurnali bor. Bu ishlarni seminarga sep qo'yay. Uyg'ur axborot markaziniki videosini yaxshi ko'rsanglar, unga agishib qo'yinglar. Anarkin do'stlaringizga tunishtirib qo'yinglar uni bilmaydiganlarga. Ashning o'zimi biz uchun cho'ng yordam. Bo'ladi. Bugun shunday so'zlay. Kelar qatim kirishga aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.